Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisizlar, yaxshidirsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Opangiz qanday? Opam ichkarida sarmazasi yo'g'roq Nima qildi? olayotgandi. Iya, mahozxonaga kirib chiqaychi. Qanday? Nima bo'ldi? Hozir yo'g'roq, hozir. Nimaga? Yaxshimi axir? Ertalab yaxshi edingiz-ku. Ha? Bilmadim, boshim og'rib, qilsam bo'lmadi. Hozir yaxshi o'qitasiz. Maylimi? O'zim sirali ovqatlar aytaman, oz qilib beradi. Xo'pmi? Siz boshimga yechib olay. Maylimi? Hozir yaxshi o'qitadi. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. Ishlarda ham asta tugatib oldik. Firmalarda ham asta yo'q dokumentlarni topshirib, Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi. Hozir aytaman, shirin ovqat qilib olib beradi. Maylimi? Ha. Yaxshi dam olib turgan, xo'pmi? Mayli. Ovqat tayyormikan? Ha, tayyor. Opangizga ham ovqat olib kirib berasiz. Maylimi? O'zinglar choy ichdilaringizmi? Yo'q, hali. Nimaga choy ichmadingiz? Shu sizlarni kutib turgandim. Ha, mayli. Sizning chiqmasa choy ichib qo'yaylikchi. Keyin bo'lar. O'zingiz choy ichdingizmi? Yo'q, hali sizlarni kutib turgandim. Nima yangiliklar, nimalar bor biz bilan? Charchamadingizmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Zerikmadingizmi? O'rganib qoldingizmi? Sekin-sekin. Ovqat ishlarim chiqibdi. Juda mazali ekan. Osh bo'lsin. Uylanganimga ancha bo'lgan bo'lsa, hali bunaqa ovqat ichmagandim. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mehr bilan tayyorlarsan. Yaxshi. Men opamdan xabar olay. Opangizdan? Keyin chiqa qoling yana.